Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bu Andijon shahri Dalvarzinga Dilshod akam xonadoniga olib kelgan mebelimiz ustunovkasini tugatdik. Balandligi 1.96 bo'lgan, uzunligi 4.80 joyga xaladenik bilan joylab berganmiz. Xaladenikning o'rnini tepalariga shkof qilamiz desak, uyda bo'y pastlik qilib shkof qilganimiz yo'q. Xaladenikdan mahsulot olinadi, bu joyga qo'yiladi, tayyorlanadi, bu yerda yuviladi, bu yerda to'g'rashtiriladi, bu yerda solib pishiriladi, ovqatni suzib bu yerga qo'yaveradi. Xo'p, bonuslarga keladigan bo'lsak, har doimgidek mo'nkasi bonusiga uski mo'nkamiz keramika qilingan. Olib ko'rsataman. Shumkalari bo'lgan. Semisitilini taylari temirli bo'ladi. Dozator idishi bo'ladi. Agar xohlasa filtrlangan suv qo'yib olaman deydigan bo'lsa, bu joyini olib kelib filtrlangan suvni chiqarib olsa bo'laveradi. Hozir bunaqasi filtrlangan suv yo'q ekan, buni qo'ymadik. Joylari suv shumkali bo'ladi. Bu joylari mana tosh paddonli bo'ladi. Bonusga qo'yib bergan narsalarimiz. Paxta kashlarni bonusga qo'yib berilgan. Bu taraflarga keladigan bo'lsak, polni ham yo'g'i polka bo'ladi. Tepayu pasti. Bu joyga keladigan bo'lsa, kolonni oyna degan. Kolonni oynaning ichlariga betlarini uladik. Polkalik oynalarni, polkalarni oynaga qildik. Betlargacha ulab, orqa farqlarni ham betlarigacha ulab, chiroyli qilib montajlarni qilib berdik. Materiallarga keladigan bo'lsak, rossiyskiy stolishnice 3.8 lik qalini, oldi fasadli polni turetskiy akrilik tashlar imannikidan bo'ladi. Korpuslar rossiyskiy kiranish polni laminatidan bo'ladi. Orqa farqlar 1.20 lik Xitoyda original granitdan haqiqiy toshidan bosib berganmiz. Duchkalari har doimgidek quyma bo'lgan, korpuslari PVX kromka bo'lgan. Qo'lda tirnog'i chiqib ketsa, bizga jalbasini bemalol qilaveradi. Eshigini ham chekalari rezinli PVX kromika bo'lgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, shu turgan holatda gazi, bitishga, mo'nka, grant, bagini teradigan idishlari, ustunovkasi, dastavkasi hamma yo'li bo'lib 12.500.000 so'mga olganmiz. Va hozir bu mebelimizni aka, Dilshod aka, bizning aka ishlar ko'rolishimizdan chaqirib. Aka, xudo xolasa o'tgan hafta seshanba kuni o'lchaganmiz mebelingizni. Aytgan kundan kech qolmadimi aka? Yo'q, o'sha 11 kunda olib beramiz. Xudo xolasa aytgan narsalarni qo'yib qana aka. Ish yo'qdi. Hali xafagarchilik yo'q, rozi bo'lasizmi degan pulga ishlatgan nasib qilsin, yaxshilik ishlatinglar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Like, podpiska bosib qo'yganlarga rahmat katta. Sekin yurib kelar. Yurib ketib